Salom do'stlar, sizlar bilan Frenki. Yana men qaytdim. Bir hafta, 2 hafta bo'lmadi. Video chiqmadi, umuman bo'lmadi. Obunachilar, men qaytdim yana bir marta. O'sha payti birinchi videoimni qo'ydim. Bir oydan beri chiqmadim. O'shaning uchun ham endi yana bir marta video chiqdim. Bolalar, bugungi videoda temasini aytsam, bugungi videoda o'sha videolar chiqarib kelaman. 1 yil yoki 2 yil bo'lib qoldi video chiqargan. Hamma olam bo'lganiga. Mana qanday men uy qura olaman, ana shuni sizlar bilasizlarmi? O'shandan beri o'ynab kelaman. Qanday uy qurasiz deb hech kim yozmadi, lekin qanday uy qurishimni hozir ko'rsataman sizlarga. Chiroyli uy qurar ekanmanmi yoki xunuk? Ana shuni hozir bugungi video temasi shunaqa. Obunachilar kommentariyada 10dan 5 yoki 10dan 10 baho berib ketasizlar. Baho berasizlar o'zi. 10dan 10gacha-da bo'ldi. Ana shundan obunachilar, birinchisiga sizlardan so'rab qo'ysam. Iltimos qilib so'rayman obunachilar. Iltimos qilib so'rayman. Obuna bo'linglar. Iltimos, obuna bo'linglar. Shunday obuna kerak bo'lyapti. Obuna bo'linglar, like bosib qo'yinglar. Videoga ko'p like yig'ib deylarsin. Kommentariy ham portlatinglar. 17 deb yozib qo'yinglar. 17 deb yozib qo'ysanglar, ana shu 17 bo'ladi. Bolalar, obuna bo'linglar, iltimos. Mana endi boshlasak bo'ladi. Qaysi blokdan chiroyli chiqadi? Boy blok desam bo'lmaykan. O'shaning uchun ham temir blok bilan, bugun nezerit blok bilan temir blokdan ikkita uy quramiz. Shunday chiroyli uy qurish kerak. Hozir agar ana shu uylarni zo'r qursam agar 10dan baholab ketasiz. Qani boshladik. Sliz bilet. Xato bo'ldi, xato qildim. Qo'shiq aytma deyishadi. Iltimos, obuna bo'lib qo'yinglar. Bu videoga nimadir like yetishmayapti. Like bosib qo'yasizlar. Birinchi o'rinda like, keyin obuna. Qani birinchi bo'lib temir bloklarni mana shunday qilib qo'yamiz. Keyin uzun bo'lib ketdi. Mana shunday qilib qo'yamizda, keyin yurg'izamiz. Keyin shuni polini qilish kerakmi bolalar? Shuni men polnistinda temirdan qilaman. Hozirgi anoni temirdan qilib ko'raman. Kreativga o'tdim. O'zimni qishlog'imdan emasman hozir. Qishlog'imdan ancha uzoqqaman. Hozir ana o'qimoqchiman-da men. Mechida flat world yaratdim. O'shaning uchun ham juda uzoqqa bo'lib ketdim. Flat world yaratgandan keyin ana shularni qilishni boshladim. Oho, 3ta katta sliz bitta joygami? Otam anaqa kirib olib zey qilyapti obunachilar. Hozir bo'lmasa quraychi. Qanday qilishimni keyin video davomida ko'rasizlar. Qanaqa qurar ekanman. Qani yor tezroq bo'l. Tezroq bo'lish kerak, bilaman, lekin qiyin. Bolalar, yaqinda yangi video chiqaraman. U video qiziqarli bo'ladi. U videoda mod qo'sham, ko'p mod qo'shganman, bilaman. O'zimni onamga mod qo'shaman, Minecraft'imga mod qo'shaman. Birinchi marta qo'shyapsizmi demoqchi bo'lsanglar, juda ko'p marta qo'shganman. Ular yoqmagani uchun ham o'chirib olib, qo'shib o'chirib o'rganmanda. Keyin yangi mod qo'shamanda, ana shu modni ismi, keyin videoga aytaman uni. Zo'r ana bo'ladi o'zicha. O'zi zo'r video bo'ladi. Sizlar birinchi o'rinda obuna bo'lib qo'yinglar. Menga Frenki Deyonga obuna bo'lib qo'yasizlar. O'zi Frenki emas, Frenki Deyon deb qo'yganman. Kim bilsa kommentariy yozib ketinglar.
Bo'lmasa tezroq qilishni ham yo'li bor, lekin uni qilib nima bor bolalar deysizlar. O'shaning uchun qaranglar bolalar, birinchi o'rinda aytib ketay, ana shu temirli uyda juda katta qilma bilet tilim sepidan chiqib ketyaptimi og'zimga ichiga. Shunday ana qilaveraman. Kattaroq, zo'rroq qilaman. O'shaning uchun ham Nether block Netherite borki, Netherite block bilan kichkinaroq qilaman-da. Men ham chunki kichkinaroq bo'lsa ham chiroyli uycha bo'lish uchun zo'r uycha qilib qo'yaman. Qani bo'lmasa. Bolalar, keyingisi videoda o'shanday qiziq video bo'ladi. O'shaning uchun ham kutinglar. U video yaqin oralarda chiqib qolishi kerak. O'zim chiqaraman. Chiqarmoqchiman ham o'zi. Ancha safardan beri 2 haftadan 1 hafta bo'lib ketdi. Video chiqmagani. Chiqarmayotgandim o'zi. Nimadir bo'ldi-da keyin chiqarmadim. Bolalar, keyin sizlar kutayotgandinglar 3-qismni. Katta uy sotib oldim degan 3-qism finalda aytdim-ku, lekin minus bo'lib qoldi bolalar. U minus bo'lib qolgani uchun ham endi ko'ra olmaysizlar. Qachon olsam bu videoda olishga vaqtim bo'lmayapti. Hozir nima bu videoda olmayapsiz desanglar, yangi tema kelib qoldi endi. O'shandan keyin ham babram ana shu videoda olish uchun men shuni qilib ko'ray dedim birinchi. Keyingi videoda pikakslar aytib qo'ydaman, mayli. Aytaman temani bolalar. Keyingi obunachilar, keyingi videoda mod qo'shganman. Mod ismi pikakslar, yangi kuchli pikakslar. Bolalar, artefaktni bilasizlarmi? Artefakt kuchli zo'r pikakslar videosini chiqaruvdi. O'sha video chiqargani men ham o'sha pikaksga mod qo'shdim o'zimni anomga. O'zimni nima deydi? O'zim Minecraft'imga mod qo'shuvdim. O'shanday bo'ldi. Keyin o'shani qo'shgandan keyin yaxshi bo'lib ketdi. Hozircha o'sha video yaxshi. Ana o'zi qasr qurib qo'ydim, lekin yoqmayapti o'zimga. Bolalar, hisoblab ketasizlar endi. Keyingi uyda hayron qolasizlar. 100 talik. Juda super quraman u uyda. Ana lekin bo'lmadi bu uy. 0 desanglar agar yomon bo'ladi. Men 0 demaylar, shuni ham baholab ketasizlar. Keyingisi bo'lsa aniq zo'r baholaysizlar o'shani. Mana. Uy qanday chiqdi? Undan baholab ketinglar. Keyingi video da aytaman, uni pikakslarni hamma ismini aytib chiqaman. Hozir endi asta-asta zo'r bloklarni olishni boshlayman. Mana bambuk blok zo'r ko'rinadi. Taxta. Keyin taxtani anosini olib qo'yamiz. Keyin eshikchasi kichkina. Keyin lift. Men lift deyman, sizlar nima deysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Shuni ismi nima? Men bilmayman, lekin shuni ismini. Nimadir? Ana shuni ismini boshqacha qo'yishganmi? Hozir o'qib ko'rsataman-da. Stroystilni lesa o'qolmayapmanmi nima? Kech bo'lyapti hozir. Время birden qilib qo'yaylik. Ertalab bo'ldi, bizani ishni orqaga ketkazasan. Endi boshladik bo'ldi. To'xtat. Endi boshlaymiz. Hayron qolsanglar kerak bu uyni anonsi. Zo'r qilaman bu uyni. Bu temirlikda qurish o'zi uncha yoqmadi. Nima ham chunki u babram ana u temirdan uncha qura olmayman men. Faqat ana shunaqa taxtalardan ko'p qurganman-da anonga. Bu qo'chqormidi, qo'ymadi bolalar. Qo'zichoq bo'lib topdim. Mana
Endi qo'y maratda. Mana obunachilar shu deb hamma joyini qurib oldim. Endi uyda bitta suramiz beroqqa. Chunki yoqqa bitta zo'r maxluqcha boqamiz. Maxluqcha emasda mob boqamiz. Mob. Zo'r mobning ismi video davomida bilasizlar. Va uning sukin oldi biz lekin mana shu sukin terishga harakat qiladigan shu ham borku. Qani endi asta-asta sindirib chiqamiz. Ana sindirib chiqdi. Endi mana kichkina qolmasin deb mana shuni sindirdim. Mo'ya esimga kelmadi. Qanaqa ana shu uyim qanaqa bo'lajak deb. Ana shuning uchun ham beg'ini qo'ymayching bo'lmasa. Ana bo'ldi. Endi uchani balandligini ko'tarish uchun ham mana shunday qilib chiqamiz. Lekin zinasini qilish umuman yoqmay. Umuman uning guldi balasi. Umuman yoqmay. Qani endi bunday chiqamizda. Kerak emasdan buzilib ketdi og'zingga. O'zi mana shunday qilish kerak. Bunday qilib ketish kerak. Men chunki zinani ko'rinishi shunday. Zinani ko'rinishi shunday deb hatto qo'yib yo'q uning balasi. Bilet. Xatosini mato qilib oldim. Mato chatolmadi. Ana zina mana shu balandlikda bo'ladi. Chunki uy uncha kichkinaroq bo'ladi, lekin zo'r bo'ladi. Qani endi asta-asta qilaylik. Taqillaydi bilet, taqillaydi. Bambukda o'zi shunaqa taqillash bordan shu zo'rda taqillashi. Voy, to'g'risida borku, mazza. Shunday taqillaydi. Mazza qo'rasizlar bolalar. Bolalar sizlar uzr sizlar. Men bittani o'ylab qoladi. Shunday narsa qoladi. Video ovoz eshitilmay qoladi. Gapirganim o'zi umuman eshitolmay qolgan payt ana shu bag bo'lib qoladi. O'shaning uchun ham aybga buyurmaysizlar. Oldin ana shunaqa oldin o'zimni boshqa anamni bitta kanalimdan qo'llavdim. O'shanga video chiqaraychi umuman bo'lmaychidi. Ovozi birdan o'chib qolib bag bo'laychi. Bagni yoqtirmaganim uchun ham ana shunday qiluvdim-da. Ana shunday baglar ko'p bo'ladi, o'shaning uchun ham aybga buyurmaysizlar, uzr. Endi qani mana shunday qilib devorlarni yaxshilab ko'tarib olish kerak. Qattiq bo'lmasligi kerak emas. Muhimi chiroyli bo'lish kerak. Obunachilar bir xunuk qo'pol bo'lmasa ham, qo'pol bo'lsa ham puq uy kerak emas-ku. Puq uy ko'rsatmayman-ku men obunachilarni. Zo'r hurmat qilaman-ku men. O'shaning uchun ham like bosib ketinglar. Iltimos qilib so'rayman. Sizlardan like va obuna, mendan yangi videolar. Mana shunaqa. Qani endi bambukda olamiz. Bambukda mana shunday qilib chiroyli qilib ketamiz. Enag'ar. Endi shunday qilib bitta ko'tarib olib mana shunday ketamiz. Men ham chunki anchaga ham chiroyli bo'ladi. Deyishgani, bilet buzdi-da. Mana shunday qilib mana bunday qilib chiqamiz. Keyin uyda ichini ham qilaman, qarab turinglar, yaxshilab qaranglar. Mayli, ichini ham baholab ketinglar. Yaxshilab zo'r baholaysizlar sizlar obunachilar. Men bahololmayman, nima chunki men quruvchi, sizlar baholovchi, ana shunday. Qanday chiqdi-chi? Anshag'idan zinadan chiqqan temirli yuziga kirib ketdimi? Beg'ay narsa bo'lgansa o'shaning uchun ham ana shunday qilib qo'ydim-da. Pastida ham uycha bo'ladi buni. Buni pastida sekret emas. Ana omborxona bo'ladi. Omborxonani
eshigi mana shu teshikdan ochiladi. O'shadan ochib kirib chiqsa bo'ladi. Keyin endi divanlarni qo'yib chiqishni boshlaydi. To'xtang. Birinchi oyna. Qanaqa oyna yoqadi sizlar? Menga oq oynalar yoqadi. Oq oynalar chiroyli ko'rinadi. O'shaning uchun ham oq oyna qo'yganman. Mana shunaqa oq oynalar qo'yaman. Mana shunday oppoq bo'lsa zo'r bo'ladi. Chiroyli. Sizlar qanaqa oyna yoqadi? Kommentariyada yozib ketinglar. Shunday. Mana ekan. Endi mana shu tepasidan bitta chiqarib, endi bu yerlarni yoritishni boshlaymiz. Chiroq qo'ymaymiz. Eski zamonda qo'yamiz mana. Mana shunday. Mana zo'rgina bo'ldi. Endi bu yerda bezatishni boshlaymiz. Qani ichini qilamiz. Qani endi bilet berstak, pech, keyin sandiq, chest sen bo'ladi. Keyin bochkalarni qo'yamiz. Keyin kiyim ayniqsa kiyim ham kerak. Men ham chunki chiroyli ko'rinadi kiyim. Bu yoqqa qo'yib nima bor? Mana shu tepa bo'ladi. Endi sandiq bu yoqqa qo'yib ketamiz. Keyin pech tepaga qo'yib ketamiz. Ikkita. Keyin joy qolmayapti o'zi почти mana. Endi bu yoqqa kiyim turadi. Keyin yotoqxona manaqa tursa yaxshilab bo'lar-ekan. O'shaning uchun ham qizil yotoqxona. Bambukni rangi bor ekan, yo'q ekan. Mana shu qizil qo'yamiz. Keyin endi to'rtta joydan bo'shatish kerak. Men chunki bronyalar to'rtta joyda qilamiz. Men neziritli zo'r bo'ladi. O'shaning uchun neziritlilarni qo'yaylik. Qo'yaman. Bilet. Bizniki bunaqa. Ovozim ko'rasizlar, zo'r. Ana shunday bo'ldi. Uyni ichini bezatdim. Baholab ketinglar. Mana shunday zo'r bo'ldi uchasi. Uyim zo'r bo'ldi. Men ham kiyib olaman. Hattoki mana kiras kiyib olaman. Shilla ham kiyib olaman. Kerak bo'lsa talpanni. Mana ana shunday qo'yib qo'ydik. Endi ichi ko'rinmasligi uchun ham qilamiz. Qani endi buni tepasiga chiqib ketaveramiz. Bo'ldi, mana shu uyni ko'rinishi bo'ldi. Bir orqasi boshqacha deysizlar, o'shaning uchun ham tepasini ochamiz. Bu yerdan yoritgichlar qo'yamiz. Yoritgich qani? Endi dinozavrlar olamiga qolib ketgan yoritgichlar ham bor bilsanglar. Ana shuda mana dinozavrlar olamiga qolib ketgan yoritgich. Ana shu zo'rda. Zo'r yoritdi lekin. Mana oldin o'ynaychiydi Minecraft. O'sha payti men shulardan mayoq yasaganman. Zo'r bo'ladi. Mana shunday qilib yoritib ketamiz. Keyin mana shu yerdan bitta teshik mana. Keyin mana yerdan bitta teshamizni mana bunga qo'yamiz. Keyin shunday qilamizda omborni ko'rsataman hozir. Omborga asta bu yerdan tushib ketiladi. Sekret ham bo'ladi. Pasi, mana uyni pasi. Omborxonaga sirli narsalar bo'lgan olmoslarni saqlayman. Olmos blok olaman. Olmos blokni to'ldirib qo'yib, shuni to'ldirib qo'yamiz. Keyin oltin ham esdan chiqmasligi kerak. Men chunki oltin zo'r. Bildi. Ko'rinib qoldik. To'xta, sekret qilish kerak belarni. O'shani uchun ham mana shunaqa yarimtali blokni mana shunday qilib ketamiz. Mana shunday qilib sekret qilib ketamiz. Bildi. Endi bu yerga hech bo'lgan tushdi. Bir bokka yaramaydigan joy ekan desam, mayli deyman. Ana shunday bo'ldi. Endi pasini bunday qilib ketamiz. Pasini bunday qilib ketib bo'ldi. Mana shunday. Endi shunday qilib den qilamizda. Bu yoqqa ayiq boqamiz.
ayiq sizlar yoqmaymi? Issiqqa oyog'im kuyib ketsa kerak. Shuning uchun ham muzdekkina qilamiz bu yerda. Oq ayiq boqamiz. Malla ayiq Minecraftga qo'shilmagan-ki. Shuning uchun ham oq ayiq borki, o'zi bitta deb mana shunday qilib qo'yamiz. Soya qilib qo'yamiz-da, suv ichishga qo'yamiz, baliqni qo'yamiz, bo'ldi. Если что, kamchiliklarni aytasizlar bolalar. Obunachilar, hamma narsani sizlar hal qilyapsizlar. Shekka hozir. Sizlardan faqat obuna so'rayman, bo'ldi. Boshqa hech narsa kerakmas. Bitta tugma bo'ldi sizlar. Bitta tugma juda qiyin-da. Shunday tugma qo'yib ketsanglar, yomon bo'lmaydi-ku. Iltimos qilib so'rayman sizlardan. Shunday qo'yib ketinglar, bo'ldi. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Iltimos qilib so'rayman. Mana obunachi ko'p yig'ing, iltimos. Mana shunday yig'im keladi mana. Shunday qilsanglar, mana obuna bo'lsanglar, mana shunday aktiv bo'lib, shunday ko'p videolar chiqaraman hali. Mana shunday qiziqarli videolar juda ko'p bo'ladi. Qani qorni qo'yib olay. Endi qanday chiqaman? Voy bila, mana shuni qo'yib bekor qildim emas. Mana shunday qilib qor qilib qo'yamiz deb yig'lam. Qani endi bu yerlarni qo'yib, bilyap, bag bo'lmay ket, jonga deydi. O'zi baglar sizlarda ham bo'ladi. Minecraft o'ynaydiganlar bag ko'p bo'ladi o'zi. Bilasizlar-ku, o'zi Minecraft shunday zo'r o'yinchida. Zo'r video losa bo'ladi. Mana shundayda. Mana endi bitta qor bilan hech narsa bo'lmaydi. Shuning uchun mana shunday qilib muzlarni qo'yib ketasiz. Hozir xato qildim. Bu ham hamma joydan zerikani uchun ham muzlasin bir. Ana endi ayiq boqsa bo'lmaydi. Chunki ayiq ham och qoladi. O'shaning uchun ham ayiqqa baliq beramiz. Baliq. Balu. Tuxumini olish kerak aytgancha. Baliq endi qiz. Balu. Riba. Mana. Ribi. Mana shunaqa rangli baliqlar ham bo'ladi. Uni bularni yeyolmaydi-ku. Uni balasi. Ayiq. Bular balacha tug'u ekanmi? Ana. Mushuk. Endi bitta narsa qoldi. Beer. İngilizcesi beer bo'ladi. Endi hozir qidiramiz. Medved degan. Medved. Снежного поля. Endi ayiq qarasam lekin ayiq boshqacha bo'laychi. Mana medved. Ana endi oq ayiqni chiqardik. Mana sizlarga ko'rsataman. Mana oq ayiq. Oq ayiq ko'rgansizlar, oddiy ko'rsatib qo'yaman. Bu yerdan chiqib ketmasin deb bular sakra olsa kerak deb mana shunday qilib qo'yamiz. Mana obunachilar, undan mana videoda oxirlari kelyapti. Mana shunday zo'r uy qurib berdim. Temir uyda mana shunday qilib qurolmaychi edim. Temir uy, chunki bo'mag'roq desam bo'ladi. Hali ish ko'p desam nima ham, chunki beg'ini ham bezatish kerak. Men chunki beg'ini bitta qurib, endi ikkita xona qilmasdan dalboybga o'xshab qolamanmi? Qo'pol bo'lsa ham o'zim mana shunday qilishga tayyorman demayman. Ikkita o'ynab sindiramiz, mana shu yerda xona ochamiz. Kichkina bo'lib qoldi, rostdan ham kichkina bo'lib qoldi o'zi.
Mana shunday qilib endi mana bunday qilib qo'yam. U ayiq olyaptimi? Baliqlar. Balular olyaptimi? Baliq yeydi-ku o'zi qaranglar-da. Ayiq o'zi baliq yeyib katta bo'lgan deylar. Mana shunday. Sulenlar ham mana shunday bo'lajak lekin mayli. Endi bu yerda bezatib chiqish kerak yana bir. Pechka. Bochka mana. Ikkita qo'yamiz men chunki zo'r. Ayiq g'ing'illash yomon qo'rqinchli ekan. Men hech ham bilmaydim. Bilib to'pingni chiqardingiz. Kulmaylar. Yishim kerak. Endi bu yerdan tuzliroq joy qilib qo'yamiz. Mana shunday. Qo'yamiz. O'zi mana shu xunuk qoldim mana shu yopib qo'yamiz. Endi bu yerni mana shunday qilib qo'yamiz. Bir xilgina bo'ladi. Bu yerda yopib qo'ysa mana shunday qilib yuramiz. Endi bu yerdan bitta eshik qo'yamiz. Eshikni bambuk eshik. Bilet bo'yi bambuk eshik. Bambuk eshik olib mana shunday qo'yman mana. Mana qani endi uydan chiqib olsak. Endi qanday chiqaman? Desanglar. Voy bilet chiqolmay ekanman. Terpinglar. Qani endi tushamiz yana bu yerda ochib mana. Uyni baholab ketinglar. Nechidan nechi mana uyga. Temir uy yaxshi sizlar yoqdimi yoki mana shunaqa zamonaviy zo'r ayig'i bor uy yoqdimi? Ayig'i bor uy yoqdimi yoki temir uymi? Baholab ketinglar. Obunachilar. Xayr sizlarga rahmat. Ana shu video ko'rganinglar uchun obuna va like bosinglar. Xayr.